Assalomu alaykum hammaga. Bizga kuzatib boruvchi obunachilarimiz 10x bar juda ham ko'p mashinalar qo'yapmiz. O'zini barini yechib tashladik. Mana bu 10x bar glyansiy rangi. Juda ham ko'p klientlarimizga qo'yib beryapmiz. Orqasiga USB hot joy tashib qo'yilgan zaryadchilargacha qo'yib berasiz. Bu mashinamizga tayyor qo'yildi. Orqasida USB porti alohida bo'ladi, yonib turadi. Bu narsasi 50 ming so'm qo'yib berish bilan chiqadi. Barimizni o'zini narxi esa 650 ming so'm chiqadi. Bo'lish narxi 650 ming so'm. Rushniklar joy-joyiga qoladi. O'rtaga sidini ochib yopilishlari ham joy-joyida, o'rtada zaryadchik joylari ham qoladi. O'zini zavodskiy richagi hammasi o'z joy-joyiga. Xo'p, keyin pullarga multimedia hamma narsasi joy-joyida. Skor sirchagi o'zida qolgan. Uzoqdan ko'rinishi ko'rsatib o'taman. Yangilikda aytib o'taman, 15 12 13 14 15-slo kuni Surxondaryo Termizda bo'lamiz. Bemalol zakaz qilsalaringiz bo'ladi. Mana shu bardan qo'yib beramiz. Ustanovkasi alohida 150 ming so'm bo'ladi. Surxondaryoga dastavka qildirsalar, o'zimiz olib borsak, 30-40 ming so'm qo'shimcha bo'lishi mumkin, chunki katta mashina bilan chiqaraveramiz. Shuning uchun shunaqa narx bo'ladi. O'zim qo'yib beraman 150 ming so'mga. Bu bardan. Buni xolislar seriyasi ham bor, xolislar glyansiy bir, xolislar mana bu yeri bunaqa rangi ham bor seriy. Hozir narigi mashinamizni ham yechib qo'yibmiz. Bu mashinamizni ham yechib qo'yibmiz hamma tomonni. Bunga ham ustanovka qilamiz hozir. O'zim mashinamga ham qo'yishim kerak edi. Bugun vaqt bo'lmadi, endi ertaga qo'yib o'taman. Buni ham videoga tashlayveraman, ochib qo'yibman. O'zini bari shunaqa bo'ladi. Tayyor qilib ustanovka qilib sizlarga qo'yamiz. Videoni maksimal tarqatsizlar, kim ish qildirmoqchi bo'lsa, o'sha sanada bemalol qilsaringiz bo'ladi.